Noja bilan Qizilboshliq tugnakdan qaysi yomonroq? Endi G'arbki sayohat nomli asarda qarasak, bu Noja bilan Qizilboshliq tugnak bir xilaliga o'xshash tipdagi bizga tunish odamlar shunami? Nimishqa bu ikkalisi kichik bola sifatida avliyo. Ikkinchidan bu ikkalisi bakara qiz bolaga o'xshaydi taki, o'g'il bola qaraganda. Ikkalisi Salmeyjon o't martva. Shuning uchun bu jihatlardan o'xshashlik ko'p. Ondan sonra bu ikisinden bu sihir, karamet, ilm martı jihatda zat qaysi yomondir. Mazmun qiziqadigan do'stlarim go'njo qilib birdan yaxshi surat kirib davomlaninglar. Endi bu yerda Nojaning eng güçlülleri, jang qurollari ko'p. Buning eliqi neysi deymiz, chambirgi deymiz, o'ttas deymiz, ajoyib ko'p. Shunami? Tayyorlarning nurg'un eng güçlülerini bergan Nojaning kinosidan ko'rdik buni. Biroq endi Qizilboshliq tugnakning shu bir tal qo'yan changshi degan bir neyslan bor chiqadigan buningdan balak yajang quroli yangi güçlerim yo'q. Noja degan endi bu yerda tayyorlarning erishdiği katta avliyo shogirdi bu. Endi Qizilboshliq tugnak noyati zimindagi hamda katta olvasdi Kolidivining bir balasi. Umum jihatda manda qilsak, bu yerda Qizilboshliq tugnakning sihir karamat mardi Nojaga hargiz yetmaydi. Endi bu yerdagi Noja bilan Qizilboshliq tugnak ikkalisi Sunukongdan tutishib baqqan, shunami? Noja Sunukongdan 30 marta tutisha oladi. Qizilboshliq tugnak 10 martami tutuşamaydı. 10 martamga mı bardosh qilolmaydi. Unda esa bu yerga Qizilboshliq tugnak Nojaga yetmaydi. Biroq bu yerga tugnak va Sunukongni o'ldirib qo'yib tas qoldi degan mendaq gap chiqdi. Shunami? Endi buningda Noja bilan Sunukongning jangi bilan Sunukong bilan Qizilboshliq tugnakning jangi qaraymiz. Noja bilan Sunukong jang qilganda Sunukong yüz xotir qilmaydi. Hayatını qo'g'dab qilish uchun erishim olman qilganda hammasi urib surib to'qay qildi, o'ltirib etishdim yanmaydi. Jon tikib turib jang qilgan bu vaqtingizda. Shuning uchun Noja buningga bir 30 marta tankilanmagan. Qizilboshliq tugnakning qashiq kelganda amniyat bak diqqat qilsanglar Sunukong qayta yo'l qo'ydi. Ya'ni buning Kolidivining balasi ekanligini, Kolidiv bilan 500 yil burun shunday bo'lganligini, Kolidivning sihir karamatining yuqurligini bilib amal va yo'l qo'ydi. Amal va bir urushib qolmay, chiroyli hal qilib ustozimni epli ketay buni yo'qotmay deydi. Shunami? Qayt yo'l qo'ydi. Biroq bu yerda Qizilboshliq tugnak Sunukongning bu yo'l qo'ygan Xumay kichik bo'lg'achqa qat'iy hujum qilib, buni o't ko'ydirib atmoqchi bo'ldi. Sunukong amaliyotda bu yerda o't ko'ymaydi. Sunukongning aslida o't ko'ymas martaba. Masalan, Jonxodki buni muhim qo'qatqini bu yerda istutak deydi. Yani buningdan chiqqan Qizilboshliq tugnakninki ala qarg'an sal o'xshamasmish, jo'ma ma'uti tutak bakarak kuchlikmish. Sunukong qo'yan jingiz bo'liq ko'zini ochamasa, o'zining hech qanday sihir karamat martini ishiltanmaydi deb mushundaq tasvirlabdi hamda. Bu fantaziyalik asar go bak amniyatga bog'lanmay fantaziyacha tushunib turinglar yani bilamdi. Shuning uchun hamda bu vaqtingizda Sunukong yo'l qo'yg'achqa Qizilboshliq tugnakni qat'iy o'ltirib atqisi yo'q-ku. Amal yo'q bu jangda bir chiroyli hal qildi deb shuning bilan avval suara orqali buni hal qilgan. Bo'lmasa o'ylab beqinglar. Keyin bu yerga yolqintoq kelganda Kolidiv bilan buni o'tirishga jang texim dahshatli bo'lib ketishi mumkin. Shunami? Mana endi bu yerga Noja bilan Qizilboshliq tugnakning qo'ldagi eng kuchlilari, mahoratlari jihatda epetqa vaqtning o'zida Noja Qizilboshliq tugnakda yomon. Noja Qizilboshliq tugnakning bu Samuel Jonxosdan qilch qo'qmaydi, chunki aslida o't martaba aslida o'tdan to'ralgandek ajoyib bu yerga Noja shunami? Shuning uchun Qizilboshliq tugnakning eng yomon marti nima? Shu Samuel Jonxo. O nayzi jang marti yetmaydiganligini bildik. Eng yomon marti Samuel Jonxo. Samuel Jonxoni chiqarsa bu Nojaga qilch ta'sir qilmaydi. Shuning uchun bu yerga Noja Qizilboshliq tugnakni debla yengib olaydi demakchi. Tushundinglarmi? Endi mushatga Noja Qizilboshliq tugnak to'g'riliq yana savolinglar bo'lsa, pinguncha qoldiringlar. Kashtirchi bo'lganda yana davomli o'rtoqlashsak bo'ladi. Rahmat.